Assalomu alaykum, darsimizga xush kelibsiz. Siz bilan Muhammad Muslim. Demak, bugungi darsimizda biz multiple choice savol turi haqida gaplashamiz. Bu o'sha IELTS reading qismidagi passage 3 da classically tushadigan savol turi va bugun shu savol turini ko'rib chiqamiz, analiz qilishni o'rganamiz va 100% o'zimizga ishonch bilan javob tanlashni o'rganamiz. Demak, o'zga tinch joyga moslash oling, qaydlaringizni tayyorlang, ruchka daftar oling va diqqat bilan, xushu bilan bu darsni ko'ring. Demak, qani ketdik. Xo'p, demak, birinchisiga boshlaydigan bo'lsak, o'zi multiple choice savol turi sizdan nimani tekshiradi? Shu savolga javob beradigan bo'lsak, demak, birinchi bo'lib, multiple choice savol turini bo'lishiga sabab bu siz o'qigan ma'lumotingizni qanchalik tushuna olasiz va o'qigan ma'lumotingizga asoslanib, sizga berilgan yozma ma'lumotga asoslanib, undan o'qib qay darajada to'g'ri xulosa chiqara olasiz. Shu narsani bu savol turi ko'rib chiqadi, va undan keyin ikkinchisi bu qanchalik yozuvchini tushuna olayotganingiz. Yozuvchini g'oyalarini, uni sizga yetkazib bermoqchi bo'layotgan gaplarini, ideyalarini, o'shlarni uni yozuvini o'qish orqali, uni yozgan narsasini o'qish orqali qanchalik tushuna olishingizni tekshiradi. Va uchinchisi bunda qanchalik o'sha o'qigan narsangizga asoslanib to'g'ri javob tanlay olish. Shu uchala narsani multiple choice savol turi tekshira oladi va uchalasini yaxshi bila oladigan bo'lsangiz, multiple choice savol turida hech qanaqa muammoga uchramaysiz. Xo'p, demak, yana bitta eslatma, multiple choice savol turlarini hammasi ketma-ket keladi. Ya'ni misol uchun birinchi 27 dan aytaylik 30 gacha bo'ladigan bo'lsa, hammasi birin-ketin navbatma-navbat keladi. Shuning uchun navbatdan javob berib ketsangiz bo'laveradi. Xo'p, demak, endi real exam approach o'tadigan bo'lsak, ochdingiz va ko'rdingizki, nekiz bilan ko'rsangiz sizda multiple choice savol turi turibdi imtihonda. Va qanday qilib ishlash kerak shu narsaga? Demak, birinchisi boshlaydigan ishingiz, qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu savolni o'qishdan boshlanadi. Sizda o'sha berilgan savol bor va tagida optionlari bor, variantlari bor, javob tanlashingiz kerak. Va siz birinchi qiladigan ishingiz o'sha savolni o'qish, savolni o'zini o'qish. Savolni o'qiysiz va o'zingizdan so'raysiz. Savol nimani so'rayapti? Savol mendan nimani so'rayapti? Nimaga javob topishim kerak men o'zi? Deb turib, savolni o'zingizni mantig'ingiz bilan, o'zingizni so'zlaringiz bilan simplify qilib olasiz. Soddalashtirib ko'ra olasiz. Hozir bu soddalashtirishni birga ko'ramiz real exam questionlari bilan. Va shu narsa juda ham muhim. Ya'ni shunchaki blindly shuni o'qib potir-putur qilib o'tib ketmaysizda, o'qib to'xtaysiz. To'xta, mana Muhammad Muslim nimani o'qidim hozir? Mendan nimani so'rayapti bu? Nimani topishim kerak passajdan degan narsani o'zingizdan so'rashingiz kerak bo'ladi. Va bu narsadan keyin nima qilasiz? Keyin srazi passajga o'tmas savollarni o'qiysizmi? Mana shu eng katta xato qilinadigan narsa. Odamlar variantini o'qiydi, lekin o'quvchilar bu narsani men umuman tavsiya bermayman o'quvchilarimga, chunki nimaga? Birinchidan chalg'itadi, ikkinchidan vaqtingiz ketadi. Uchinchidan passajda o'qib bo'lib, yana qaytib kelib savollarni, variantlarini o'qiysiz. Shu sababdan bo'ldi, savolni tushundingiz, nimani topishingiz kerakligini tushundingiz, bo'ldi, to'g'ri passajga boriladi va o'sha keyin qiladigan ishingiz. Va o'sha passajdan relevant partni topiladi. Ya'ni sizga kerak bo'ladigan, javob chiqadigan qismini topib olishimiz kerak bo'ladi. Javob bizga topishimiz kerak bo'lgani texnik nosozlik bo'lib turadi. Demak, o'sha relevant passajdan kerakli joyi topib olinadi. Passajdan kerakli joyi topib olinadi va bildingiz javob mashinadan chiqadi. Endi o'sha joyni diqqat bilan o'qiysiz. Diqqat bilan o'sha javob chiqadigan joyni o'qib xulosa qilasiz. Xo'p, endi qanday qilib joyini topsam bo'ladi deydigan savol bo'lsa, birinchidan aytdim, ketma-ket ketadi savollari va undan tashqari o'zi keywordlariga qarab bilasiz ham bo'ladi. Misol uchun o'zingiz o'qiganda tushundingiz-ku nimani so'rayotganini. U yerda misol uchun qanaqadir odam bormi, qanaqadir eksperiment bormi, nimanidir aytilyaptimi, joy nomi bormi? O'zi savolni o'qiganingizda bu keywordlar tushuniladi. Nimani so'rayotganini siz tushunasiz. Va endi passajda o'sha sizdan so'ralayotgan narsa haqida gapirilishni boshladimi? Demak, bilingki, o'sha yer sizga javobini oladigan relevant part hisoblanadi. Xo'p, endi qiladigan ishingiz, topdingiz chiqadigan joyni diqqat bilan o'qiysiz va savolga o'zingiz xulosa qilasiz. Javob nima bo'lishi mumkin? Variantlarga qaramasdan. Bo'ldi, mendan bu narsani so'radi.
passagedan mana bunaqa deyapti. Demak, javob taxminan mana bunaqa bo'ladi deb turib, xulosani miyada chiqara olasiz. Va bu jarayon juda ham muhim. Chunki bu jarayon siz qanchalik aktiv, faol ravishda passageni o'qigan ma'lumotingizni savolga qarab, xulosa qilib, uni understand qilayotganingizni, ya'ni tushunayotganingizni bildiradi, shu narsaga yordam beradi. Shunchaki ko'ziga turib qo'ysangiz, uni foydasi bo'lmaydi. To'g'ri xulosa qila olmaysiz. Xo'p, endi taxminan sizda javob bor va mononga o'xshagan narsa bo'ladi. Men tushundim deb passagedan oldingiz. Endi mana 3-etapda, 3-qiladigan ishimiz, 3-qadamda biz variantlarga qaraymiz va har bitta variantni sinchkovlik bilan o'qib chiqamiz. Va shu o'rinda yana aytaman doim, men o'sha har bitta optionga variant deydigan bo'lsak, o'sha har bitta A, B, C, D ularni hammasi bittadan gap bo'ladi ko'p holatlarda va men doim aytaman, o'quvchilarimga ham, ya'ni o'sha A, B, C ga variantlarga xuddi true, false, not given savoliga yondashganda yondashing. Yaxshilab o'qing. Ko'p holatlarda bitta true bo'ladi. Ko'p holatlarda variant ichida va o'sha siz tanlashingiz kerak bo'lgan to'g'ri javob bo'ladi. Qolgan holatlarda qolganlari noto'g'ri. Ya'ni uning ichida bitta sizga mos keladigan, eng xulosangizga yaqin keladigan bitta variant bor. O'shni tanlaysiz va o'shani juda ham tanlashga qiynaladigan bo'lsangiz, o'shanda true false qilib bir-biriga gaplariga, ichidagi yozgan narsalarga, so'zlarga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan chiqib ketadi. Bu narsani ko'ra olishingiz osonroq bo'ladi. Shu approach orqali, ya'ni true false not given qiladigan approachingiz orqali. Xo'p, endi variantlarni o'qidingiz, nimadan boshlash kerak? Birinchi obviously wrong optionlarni chiqara olish kerak, ya'ni konkret xato. Bu ishonchingiz komil 100% bu javob emas. Va o'sha variantlarni chiqarishdan boshlang, xulosa qilgan holatda. Chunki noto'g'ri bo'lgan variantni chiqarib olish to'g'ri variantni tanlash bilan bir xil ahamiyatga ega. Bir xil ahamiyatga ega. Va endi noto'g'rilarni chiqarib yordingiz va bu sizni noto'g'ri, ya'ni adashish ehtimolingizni yana ham kamaytiradi. Va endi aytili ikkita juda ham bir-biriga yaqin variant qoldi. Endi o'sha ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi, xuddi bir egzakka o'xshab turishadi, o'sha variantlarning ichida juda memlar ham ko'p bu haqida. Hali Spider-Man bir nima qilib turadi-ku, xuddi variantlar xuddi o'shanga o'xshab turadi, juda ham bir-biriga o'xshash, bir xil narsa yozib qo'yganga o'xshaydi. Aynan o'shaqa holatlarda siz yuqorida aytgan approachim sizga yordam beradi. Xuddi bir xilga o'xshab tuyuladi sizga bir o'qishda, lekin yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsangiz, u yerda har xil qo'shimcha so'zlar, ya'ni yoki topikdan tashqari mavzuga aloqador bo'lmagan narsalarni biroq o'xshatib yozib qo'ygan bo'lishi mumkin-da. Bu narsani diqqat bilan qaraydigan bo'lsangiz, albatta ajratib ola olasiz. Va xuddi shunaqa qilib har bitta savolni varianti bilan, opsiyalari bilan ko'rib, analiz qilib chiqadigan bo'lsangiz va xulosa bilan fokus qiladigan bo'lsangiz, to'g'ri topa olasiz. Bu savol turi men o'zim imtihonimdan ham tushgan, passage 3 tushgan. Passage 3 shu savol turi bor edi va xuddi sizlarga qanday qilib aytgan bo'lsam, xuddi shunday qilib ishlaganman. Readingim 8.5. Xo'p, endi yana bitta narsani doim esida qolsin, ya'ni elimination is a strategy, it's not a guess. Ya'ni o'sha chiqarib yorish bor-ku, elimination deyiladi, ya'ni eliminate qilish deyiladi. Bu strategiya, bu shunchaki taxminlab chiqarib yorish emas. Bu har bitta variantni chiqarib olganingizda siz o'sha to'g'ri javobga yaqinlashyapsiz deganida. Xato qilish ehtimoliniz kamayadi va undan tashqari javobni xato deb chiqarayotganingizda siz tushunyapsiz-da nimani to'g'riligini. Tushunyapsizmi? Har holda bu narsa to'g'ri emasligini bilyapman. Bu narsa yana sizning miyangizda xulosa qilishga undaydi, o'qigan ma'lumotingizni qayta analiz qilishga undaydi. Bu mos kelyaptimi yo cho'ta mos kelmayapti. Xuddi shu narsa sizga yana ham to'g'ri xulosaga yetishingizga yordam beradi. Demak, mana shu narsa readingdan 9 dan 9 olishingiz mumkin bo'lgan strategiya, ya'ni strategiya shu. Bo'ldi, mana strategiya bilan 9 olib chiqa olasiz bemalol. Endi buni buyog'i o'zingizga knowledge'ingizga qoldi. Ya'ni o'zingiz qanchalik comprehensioningiz kuchligiga, so'z boyligingizga qoldi. Strategiya lekin shu. Bemalol 9 olsangiz bo'ladi. Shu strategiyadan ishlatgan holda. Lekin yana esida qolsin, variantlarga ko'p vaqt ajratib qo'ying. Variant qayta o'qivermaydi. Ko'proq javob passagedan chiqadi. Xulosa qila olmayapsizmi? Demak, bitta gap variant emas, gap passageda. Qayta o'qish kerak. Xo'p, endi mana bitta practice test bor. Bu practice real examda tushgan passagedan olingan. O'zim personal handpicked qildim bu narsani. Qarang, pauza qiling va o'sha hozirgi aytgan strategiyam bilan ishlang. Va keyin javobini birga analiz qilamiz. Demak, ketdi. Xo'p, javobingizni tanlagan bo'lsangiz, kommentariyga yozib qo'ying. Like bosib, she'rlarga IELTS gruppaga tashlab qo'yishingiz tanishmasin. Xo'p, kelinglar endi bu savolni birga analiz qilamiz.
Demak, aytganimda the writer concludes that the big season something. Da? Xo'p, endi nimani so'rayapti? Demak, yozuvchi xulosa qilyaptiki big season nimadir? Da, big season. Demak, bular yozuvchilar haqida olingan, yozuvchi va asarlar haqida olingan passage. Aytyapti shu big season bu asar haqida nima xulosa qilyapti? Ya'ni xulosa qilyaptiki big season nimadir? Endi men topishim kerak bo'lgan narsa yozuvchi big season haqida qanday xulosaga boryapti? Aka nima deyapti yozayotganda? O'sha narsani topishim kerak ekan. Xo'p, endi mana diqqat bilan maza qilib o'qiymiz paragrafimizni. A year later, the big season, G's first published novel, was greeted enthusiastically. Demak, birinchi chiqqan yildan bir yil o'tib, G degan aka yozgan ekan buni. G degan aka ni birinchi bosib chiqarilgan novellasi bo'lgan ekan, romani bo'lgan ekan va juda ham iliq kutib olingan ekan. The poet Louis Johnson wrote that it challenged the common idea that the most New Zealand novels showed the country's way of life as dull. Endi ya'ni bitta yozuvchi, she'r yozadigan aka, ya'ni shoir aytayapti, Louis Johnson yozyaptiki, bu juda ham o'sha paytda Yangi Zelandiyalik yozuvchilarni yozganlariga ya'ni zid bo'lgan, ya'ni ularni challenge qilgan, ular bilan o'xshash bo'lmagan. Ularga yozganiga zid bo'lgan. Ular ya'ni nima deb yozishgan bo'lgan? U paytda hamma Yangi Zelandiyani hayotini, the countries, ya'ni o'sha qishloq hayoti, the countries shahar cheti bo'ladi, qishloq hayotini juda ham zerikarli, dull degani boring degani. Da, mana yozib olish kerak shu so'zni, yozib olish kerak. Yozing. Dull, boring, da. Xo'p, juda ham hammasi boring deb yozgan, lekin akani yozgan novellasi bunga qarama-qarshi narsa bo'lgan. U boring demagan, da. Xo'p, the New Zealand Herald newspaper found it not always pleasant, but certainly forceful and sincere. And the Herald degan gazeta ham yozyapti, buni doim ham yoqimli bo'lmasa ham, lekin aniq kuchli va samimiy deb ta'rif beryapti. The novel celebrates joy in the game of rugby, New Zealand's national sport and passion. Demak, o'sha rugby, ya'ni New Zelandiyani milliy sporti va muhabbati bo'lgan rugby o'yinini rugby o'yinidagi, ya'ni quvonchni nishonlaydi deyapti. New Zealand's national, okay. It was unusual in those days for writers to express interest in this topic. Lekin u paytda yozuvchilarga bu mavzu haqida qiziqish bildirish unchalik ham odat tusiga kirmagan. Ular uni qilmagan, ya'ni bunaqa odatli narsa bo'lmagan. Bu narsaga, bu mavzuga, ya'ni rugbyga unaqa bunday qiziqish ko'rsatish bo'lmagan. The central character, Rob Andrews, tried hard on the rugby field, but is distracted by his personal romantic interests. And Rob Andrews degan odam bosh qahramon bo'lgan ekan, markaziy qahramon bo'lgan va u o'sha rugby fieldiga, ya'ni juda ham qattiq harakat qiladi. Rugbyga qattiq harakat qiladi, lekin o'zining shaxsiy romantik qiziqishlari bilan chalg'ib qolar ekan. Qarash aka chempion bo'lmoqchi, lekin men debda qiz bor va chalg'iyapti aka o'sha narsaga. Bu common narsa to'g'rimi? Shu narsa bo'lyapti. He seems to have betrayed the rugby world, but he is not betrayed himself. Endi xuddaki bu rugbyga bo'lgan, rugby dunyosiga bu o'zini nima deyapti, haligi betray qilgandek, ya'ni xiyonat qilgandek his qilyapti, lekin o'zini betray qilmayapti. O'zini betray qilmayapti. For all his confusion, he is discovering his own potential. Va shu chalkashlik orasida u o'zini haqiqiy potensialini topyapti. It's possible to say that the author is doing the same thing because patterns and the themes that will shape his subsequent books are seen here for the first time. Xo'p, yana shu narsani aytish mumkinki, yozuvchi ham o'zi uchun xuddi shu ishni qilyapti. Chunki uslublar, patterns, bu yerda uslub, yana bitta ma'nosi naqsh degan ma'nosi ham bor. Nimaga aytdim men? Yozib oling, yozsin deb aytdim. Pattern bittasi naqsh degan ma'nosi bor, yana bittasi uslub degan ma'nosi bor. Bu yerda qarayman, naqsh degan ma'nosi to'g'ri kelmaydi, shuncha o'z-o'zidan uslub degan ma'nosi haqida gap ketyapti. Yozuvchining uslubi. Yozuvchining uslubi va temalari will shape his subsequent books are seen here for the first time. Ya'ni u keyinchalik yozadigan mavzulari va uslublari birinchi marta mana shu romanida ko'rinadi. Da? Xo'p, endi o'zi conclude deyapti, ya'ni xulosa oxirida bo'ladi. Ko'pchilik men misol uchun ko'raman, ya'ni oxirnaligi Keriljon o'qib qo'y deydi, lekin men o'zim shaxsan, IELTS 8, ya readingdan 8.5 olgan odam sifatida men to'liq o'qishni afzal ko'raman. Hech qanaqa bir vaqt yetmay qoladi, unaqa narsa degan narsalarga ishlamayman, unaqa narsa bo'lmaydi to'g'risi.
Aksincha, agarda siz paragrafda shu qismini to'liqroq o'qiydigan bo'lsangiz, siz tushunasiz-da. Connection bo'ladi yozuvchi bilan. Yozuvchi gapni qayerdan olib kelib, qayerga olib ketyapti. O'sha narsani tushunasiz-da. Tomdan tarasha tushganda, bu bo'ldi, tushunib qarab turib variantlar ichidan cho'ta yemayapti, buni demayapti degan narsa bo'lmaydi. Chunki agar faqatgina bitta joyni o'qib olsangiz, yozuvchi umuman o'zi bigger picture-da, o'zi umuman olib nima demoqchiligini tushunmay qolishingiz mumkin. Da, men qarang, mana maza qilib juda ham qiziq bo'ladi. Undan tashqari ham to'liq tushunib ketasiz. To'liq tushunib ketasiz. Men juda ham katta tavsiya beraman. Agar vaqt yetmayotgan bo'lsa, bu qanaqadir vaqt bir texnikal muammosi emas. Bu shunchaki o'qish tezligingiz past, tushunishingiz past. Ingliz tilini qiyin o'qiyapsiz, sekin o'qiyapsiz. Tezroq qilib unaqa muammo bo'lmaydi. Men o'zim 45 minutda tugatganman, lekin xuddi shunaqa qilib to'liq o'qib chiqqanman, da? Xo'p, endi qarang, mana bu yerda aytayapti. Endi aka xulosa qilyaptiki, xuddi bu o'zining novellasidagi qahramon o'zini sekin kashf qilgandaqa, aka ham mana shu romanida o'zini sekin kashf qildi, deyapti. Prям mana shu roman yordam bergan menimcha, akani keyin qanaqadir bir ishlarini qilishga, bir qanaqadir bitta uslubga va mavzuga bunday yopishib, o'sha narsani qilishiga mana shu novellasidan keyin qaror qilgan. Xo'p, mana bu mening o'zim xulosam. Endi variantlarga qarayman. O'zim xulosam bormi? Ko'rdingizmi? Mana xulosa qildim men. Aka nima qilmoqchi bo'lyapti bu yerda? Men o'sha yozuvchining fikrini qisman men tushundim. Da? Endi aniqrog'ini variantdan tanlayveramiz. Xo'p, demak, enables the big season enables G to experiment with ideas he uses again later. Xo'p, mana shu yerda juda ham parallel, chotki parallel berilgan, chunki passage uchligi bilinadi, juda kuchli bo'ladi savollari. Qarang mana. He uses again later degan so'zga subsequent degan so'z juda ham bir-biriga parallel bo'ladi. Ya'ni subsequently deb turib ishlatadi. Masalan, uchun writinglarda ham ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni keyinchalik yoki davomi sifatida desiz bo'ladi. Shu narsa bor bu yerda. Subsequent deyapti. Ya'ni menimcha mana shu eng yaxshi javob deb o'ylayman men, chunki eng yaxshi kelyapti, chunki bu to'g'ri. Hozir o'qigan narsamizga qaraganimizda, lekin qolganlarini tekshirib ko'rishimiz kerak. Xo'p, B develops literary ideas that were popular at the time. Bu aniq xato bu. Chunki u paytda challenge qilgan deyapti. Common belieflarni common writerlarda challenge qilgan. Bu xato. Describes events that G himself experienced. Aka o'zini shaxsiy boshidan o'tgan narsani yozmagan. Shuning uchun bu ham to'g'ri emas, bu not given narsani yozmagan. Stresses the importance of team loyalty in sport. Mana bu vashi off topic narsa. Bu aka nima haqida yozyapti bu? Nima haqida variant turibdi bu yerda. Ya'ni aka umuman bir team sport degan narsa bitta bu rugby degan narsa bo'ldi xolos. U ham team sport haqida aytilmadi, shunchaki bir qahramon shu narsaga e'tibor qaratgan degan narsa bo'ldi xolos. Demak, bu yerda o'z-o'zidan aniq javob, eng anig'i bu A. Hech qanaqa bir shubha gumonlarsiz va oxiridan javob chiqarsa bo'ladi. Xulosani oxiridan qilsak bo'ladi. Ya'ni it's possible to say that the author is doing the same thing because patterns and themes that will shape his subsequent books are seen here for the first time. Ya'ni keyinchalik aka yozadigan va ishlatadigan uslub va mavzular mana shu kitobda ko'rinadi. Xo'p, qarang, to'g'ri topdingizmi? To'g'ri topganmisiz, malades. Siz uchun xursandman. Endi agar mabodo xato chiqib qolgan bo'lsa, keyingisida harakat qilib ko'rasiz. Demak, aytganimizdek, bu true false qilib qaraydigan bo'lsak, bu true, bu false, naqdi bu challenge qildi deb bir-biriga qarama-qarshi opposing view. C bu berilmagan, D ham berilmagan. Ko'rganingizdek, mana shunaqa analiz qiladigan bo'lsangiz, shunaqa qilib oson bir kelib chiqadi. Xo'p, endi ikkinchi practice, ishlab ko'ring. Pauza qiling va bitta narsa doim miyangizda tursin. Bu reading xuddi bir matematikaga o'xshagan narsa. Javobi aniq bor. Agar javobini topishga qiynalgan bo'lsangiz, qayerdadir bir plus minusiga xato qilyapsiz, adashyapsiz. O'sha narsagacha hushyorroq bo'lasiz. Qani, marhamat. Xo'p, demak ketdi, billa ko'rib chiqamiz endi shuni. The writer suggests that scientists are interested in Titan because. Xo'p, demak, yozuvchi aytayapti, taklif qilyaptiki, aytayapti, ya'ni olimlar Titanga qiziqishadi, chunki bo'ldi, because deyapti, sababi aniq. Bu yerda because degandan keyin sabab tushuntirilishi kerak, chunki deb turib sababini tushuntirish kerak. Endi biz topishimiz kerak sizlar bilan nimaga olimlar Titanga qiziqayotganiga. Bu ham real passagedan olingan, Saturn haqida yozilgan, menimcha. Saturn Spectacular degan passage bo'lishi kerak. Xo'p, mana kelinglar, ko'ramiz. Xo'p, tushundik, nimani topishimiz kerak? Sababini topishimiz kerak. However, as spectacular as Saturn's rings are, the fuzzy orange ball of Saturn's giant moon Titan is even more interesting. Demak, Saturndan ham ko'ra uni katta bir oyi, ya'ni oranjeviy deymiz, apelsin rang oyi undan ham qiziqroq. Although it's larger than the planet Mercury, Titan probably resembles other large moons in the solar system. Xo'p, endi u Merkuriydan kattaroq bo'lsa ham, ko'p jihatdan
bizni quyosh tizimimizdagi boshqa oylarga o'xshab ketadi. Probably resembles. Like resembles degani ya'ni qiyoslaydi. Prям o'sha narsaga qana akslantirish shunga o'xshab ketadi degan narsada resemble degan so'z. Boshqalarga o'xshab ketadi. It's a rock covered with ice and dirt. O'zi bu tosh va qoya va uni ustida muz va tuproq bor. However, it has something no other moon has. Lekin unda boshqa hech qaysi oyda yo'q narsa bor. A substantial atmosphere whose pressure is 50% greater than Earth. Uni qanaqa juda ham kuchli atmosferasi bor va bosimi yernikidan 50% ga kuchli. Titanning bosimi, atmosfera bosimi yernikidan 50% ga kuchli. Even more intriguing, yana ham qiziqrog'i, Titan's atmosphere consists mainly of nitrogen, primary component of our own air, mixed with carbon-based compounds. Demak, yana ham qiziqrog'i, Titanning atmosferasida nitrogen bor. Nitrogen bu o'zimizni havoda, ya'ni o'zimiz yerdagi havoni juda ham primary component, eng asosiy tashkil qiladigan narsasi, komponenti va eng asosiy komponenti bo'lgan nitrogen u yerda ham bor. Va har xil mixed carbon based compoundlar ham bor. Xuddi shu nitrogen, ya'ni mixed carbon based komponentlar bilan, compoundlar bilan ham bor ekan. Cloaked in this atmosphere, Titan's surface may resemble the surface chemistry of the early Earth, but astronomers cannot see through the moon's maddeningly opaque orange fog. Cloaked in this atmosphere degani, ya'ni shu atmosfera, ya'ni qala atmosferaga o'ralgan holda, ya'ni cloak degani o'shunday cloak bo'ladi. Ya'ni Harry Potter ko'rganmiz, ashuna cloak bo'ladi, ko'rinmas, invisibility. O'zbekchasini bilmayman, lekin o'sha narsa xayolingizga kelishini aytyapman, cloak deyiladi. Yoki Doctor Strange orqasiga ham qizil aniqasi bor-ku, o'sha narsa ham cloak deyiladi. Shu narsaga o'ralgan holda Titan surface uni usti, Titanning usti yer yangiligida, ya'ni qanday desa bo'ladi, yer yangi yaralgan paytidagi kimyoviy birikmalarga o'xshab ketadi. Hozirgi Titanning atmosferasi. But astronomers cannot see through the moon's maddeningly opaque orange fog. Opaque degani juda xira degani, ya'ni lekin afsuski o'sha astronomlar atmosferasidan ko'risha olmaydi. Chunki qanday to'silgan, chang muz nimadir bormi, xullas yopiqda, atmosferasi juda ham qalin, uni ichidan ko'ra olmaymiz. O'zi moddalarni bir Titanning o'zini bunday ko'ra olmaymiz narsani. Lekin bu yerdagi narsa eng qiziq, even more intriguingly degan joyga qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda asosan komponentlarni aytyapti, ya'ni yerda bor komponentlar va yer yangiligida o'sha milliard yillar davomida, milliard yillar oldin yer o'zida bo'lgan kimyoviy birikmalarni hozir ham Titanda borligi biz eng qiziq narsa ekan. Da, demak, tushundik, nimaga qiziq, shu yerga o'xshagan narsalar bor, yerda kimyoviy birikmalar o'zidan bor, nitrogen va hokazolar. Xo'p, endi ko'ramiz, savollarni ko'rib chiqamiz. It is larger than Earth, although less dense. Yerdan ko'ra kattaroq va lekin unchalik misol uchun dense emas deyapti. Dense degani zichligi unchalik emas deyapti. Bu haqida gap berilgani yo'q. Demak, bu not given bo'ladi. Its atmosphere may contain oxygen. Uni atmosferasida oksigen bo'lishi mumkin. Bu oksigen haqida gapirmadi, просто nitrogenni gapirdi va nitrogen yerdagi havoni asosiy komponenti ekan. Lekin bu degani uyda havo bor degani emas. Tushunamizmi? Просто bizda havoyimizda bor bitta modda u yerda ko'p. Bu degani u yerda havo bor degani emas. O'shanisiga juda hushyorroq bo'ling. Its surface is invisible because of a thick colored fog. Endi uni ustida juda ham surface, ya'ni yuzasi juda ham ko'rinmaydi chunki qalin va xuddi tumanlik, rangli tuman, ya'ni orange fog deydi, shunaqa oranj va apelsin rangli tumanga o'ralgan, chunki biz uni ko'ra olmaymiz. Yuzasini demoqchi bo'lyapti. Bu to'g'ri, bu narsa haqida yozdi. Bu to'g'ri. Its atmosphere has similar elements to Earth atmosphere. Ya'ni uni atmosferasida yerning atmosferasiga o'xshash, ya'ni uni atmosfera elementlar bor, o'xshash elementlar bor deyapti. Xo'p, endi mana juda ham tricky savol turi. Endi qaraydigan bo'lsangiz, C ham, D ham bizda to'g'ri. True false not given qilib qaraydigan bo'lsak, to'g'ri. Endi lekin mana shu joyda xulosa qilishimiz kerak. Lekin qaysi biri sabab biz Titanga qiziqishimiz uchun? Qaysi biri sabab biz Titanga qiziqishimiz uchun? Bu shunchaki uni usti qoplanganligidami yoki-da unda yerda bor elementlar, atmosferasida yerda bor elementlar borligigami? Va mana shu savolni o'zingizdan so'ragan bo'lsangiz, siz albatta to'g'ri javob topgansiz. Javob bizda D bo'ladi. O'sha elementlar borligini aytyapti. Ko'rishingiz mumkin, mana o'sha atmosferada nitrogen va hokazolar, ular qisqacha aytganda juda ham elementlar bir-biriga o'xshaydi.
va bu false, not given, it's true, lekin javob emas, chunki boshqa narsani so'rayapti. Bizdan u narsani so'ramayapti. Boshqa nimaga olimlar qiziqadi degan savol so'rayapti. Va oxirgisi true va biz tanlashimiz kerak bo'lgan narsa. Ya'ni yuqorida aytganim, esizdamidi? Ya'ni aytganimda nimani sizdan tekshira oladi? Multiple choice dedim-ku. Eng to'g'ri javobni tanlab olishda. Eng to'g'ri. Mana bu yoqda o'zi ikkalasini qarasangiz, mantiq jihatdan passajga ko'ra to'g'ri, lekin bizning javobimiz bo'ladigan, ya'ni so'ralayotgan narsa bu D. Shuning uchun siz eng yaxshi mos keladigan variantni tanlashingiz kerak. Xo'p, oxirgi practice. Yana xuddi shuni takrorlang. Ketdi. Ketdi, demak, oxirgi practiceimiz. In the fourth paragraph, the writer praises international style architects for nima uchun? Demak, 4-paragrafda, ya'ni o'sha hozirgi yozib qo'ygan paragrafim, yozuvchi praises degani maqtaydi. International, ya'ni xalqaro stil arxitekturasini, arxitektlarini nima uchun maqtaydi? O'shani bilishimiz kerak, nima uchun maqtayotganini. The international style started out as a revolutionary with this emphasis on simplicity and industrialized mass production techniques. Demak, boshida bu juda ham bir revolutionary degani bir yangilik qilib degani, prям yangilikda, yangilik sifatida boshlangan va urg'usi juda soddalikka qaratilgan. In industrialized mass production techniques va sanoatlashgan ommaviy ishlab chiqarish texnikalariga asoslangan. It arose from an admirable, if rather idealistic desire to soften and blur the barriers between different countries after years of conflict. And it arose from admirable, if rather idealistic desire deyapti. Bu o'sha admirable va idealistik xohishdan kelib chiqqan-da, o'shaqa havas qilsa arziydigan va juda ham idealistik bo'lgan g'oyadan kelib chiqqan, xohishdan, tezabitda xohish degani, xohishdan kelib chiqqan va yillar davomida after, ya'ni yillar o'tgandan keyin millatlar orasidagi to'siqlarni, konfliktlarni, qarama-qarshiliklarni bartaraf qilish uchun kelib chiqqan narsa. The style was considered universal because it had no association with any particular culture or nation. And by the 1915s, it had become accepted as the only viable one for modern cities. Xo'p, endi uni hech qanaqa bu universal hisoblanadi. Bu stil universal hisoblangan va hech qanaqa bir ma'lum bir millat bilan, ya'ni culture, madaniyat bilan yoki millat bilan aloqasi bo'lmagan. Ya'ni masalan buni ko'rib turib, bu yaponlarga ekan, yoki buni ko'rib turib, yo'q bu italyanlarga ekan, unaqa narsa bo'lmagan. Unaqa hech qanaqa bir association bo'lmagan, universal ko'rilgan. Universal ko'rilgan. Xo'p, va 1950-yildan boshlab shaharlar uchun, zamonaviy shaharlar uchun yagona mos stil bo'lib tanlangan. However, by this time it had become less imaginative and varied. Lekin bu paytga kelib ancha imaginative, ya'ni kamroq imaginative bo'lib qolgan va varied degani, ya'ni haligi turlarni sal kamroq bo'lib qolgan, bir xillikka o'xshagan narsa bo'lib qolgan. Endless demands for a new building in Europe in 1960s and 1970s meant that there was increasing reliance on a few standard templates, none of them particularly popular with local residents, and many requiring the demolition of much loved neighborhoods with a long history. Xo'p, endi va oxirida aytayapti va bunday o'qigan bo'lsa stilistik jihatdan bu maqtamayapti, juda tanqidga o'tdi oxirida. Ya'ni oxirida juda ham standart templatelarga, ya'ni nima deymiz, shablonlarga tushib qolgan va hech qaysi biri mahalliy aholi bilan mashhur bo'lmagan, ya'ni mahalliy aholi yoqtirmagan, chunki ko'pchiligi juda ham biz sevgan mahallalarimizni buzilishiga sabab bo'lgan. Ya'ni ular buzilib, uni keyin buni qurishgan va bu narsa ko'pchilikka yoqmagan o'sha yerdagi aholiga. Hop, endi lekin maqtayotgan joyi boshida. Nima uchun maqtadi? Birinchidan revolutionary dedi, qanaqadir bir millatga particular berilmagan dedi, ya'ni universal ham uchun va undan tashqari millatlar va madaniyatlar o'rtasidagi konfliktni, ya'ni nima deymiz, kelishmovchilikni bartaraf qilish uchun ishlab chiqarilgan, ya'ni o'ylab topilgan stil deyishdi. Hop, endi qanday ko'ramiz? Hop, attempting to minimize cultural differences. Mana shu javobga o'xshayapti. Hop, katta ehtimol mana shu javob bo'lishi mumkin. Demak, qolganlarni ko'rib chiqamiz. Avoiding designs that were overcomplicated. Hop, overcomplicated designlarni avoid qilish uchun dedim, masalan, u narsani mencha aytgani yo'q. Challenging conservative attitudes to architecture. Conservative attitudelar haqida umuman gap ketganda, konservativ degani o'zgarmaydigan, faqat mana bo'lish kerak degan narsa, unaqa narsani challenge qilish haqida gap ketmadi. Making full use of modern technological advances, ya'ni texnologik rivojlanishlardan to'liq foydalanish haqida so'rayaptimi yo'q, uni ham so'ramayapti. Demakda eng zo'r variant, eng yaxshi variant bu A. Ya'ni cultural difference. Mana bu yerda chiqdi.
It understands, right? It arose from an admirable, if rather idealistic desire to soften and blur the barriers between different countries after years of conflict. Va yillar davomidagi konfliktdan keyin o'shalarni orasidagi shu konfliktlarni bartaraf etish uchun chiqqan, shuni xohishdan kelib chiqqan stil deb aytishdi. Demak, birinchisi bu to'g'ri javob. Not given qolgan uchala variant ham bizda berilmagan, ya'ni uncha o'qigan narsamizga aloqador emas. Shu bitta faqat birinchisi aloqador, shuning uchun shuni tanladik. Xo'p, jami 3 tadan nechta topdingiz? Kommentariyaga yozib keting. Demak, endi oxirgi final tiplarga o'tamiz. Ya'ni oxirgi tiplar shu bilan yakunlaymiz. Ya'ni birinchisi doim passajni o'qiyotganingizda iloji boricha avtor nimani yozayotganiga qarang. Ya'ni avtorning doim o'ta kayfiyati bo'ladi. Ya'ni kayfiyatdan nima demoqchiman? O'sha mavzuga qanaqa fikr bildirayotgani, nima demoqchi bo'layotgani, o'sha narsalarga juda ham diqqat bilan e'tibor qarating. Okay? O'sha narsaga e'tibor qaratsangiz sizga o'qigan narsangizdan mantiqni chiqarib olishga yordam beradi. Xo'p, undan keyin o'zingizni chalg'itib variantlarni o'qib o'tirmang. Ko'p holatlarda variantlar chalg'itadigan bo'ladi va undan tashqari baribir variantga hali ko'p kelasiz. Ya'ni savolni o'qib oldingizmi? Keyin variantlarga qarab oladigan bo'lsangiz, hammadan ham sizni tekstdan o'qib qiladigan xulosangizga ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni noto'g'ri xulosa qilib qo'yishingiz mumkin. Nimaga? Chunki o'sha miyangizda qanaqadir bir variantlar borda, har o'qigan narsangizni u variantlarga solishtirishni boshlaysiz. O'qigan narsani o'zini tushunishdan ko'ra, va o'zini tushunishdan ko'ra shu variantlarga solishtirib ketaverishni boshlaysiz va bu narsa sizni rost yozuvchi nima yozmoqchi, original holatda nima yozmoqchi bo'lganini tushunishingizga xalal berib qo'yadi. Agar uni oldin o'zi yozishini tushunib olib, keyin bu yoqqa qaraydigan bo'lsangiz, ancha ishlashingiz qulay bo'ladi. Va oxirgisi, doimo kattaroq bigger picture ga ahamiyat bering. Ya'ni bitta narsaga qaramang. Yana uni Saturnda ko'rdik-ku, ikkinchi praktika ko'rganimizda, ya'ni bo'ldi-mu, to'g'ri-yu, mana bu narsa haqida passajda yozib qo'ydi-yu deb turiblar, tanlab ketib qolmang. Sizdan nima so'ralyapti va bu yerda umumiy g'oya nima bo'lyapti? Ya'ni o'sha yerda ham to'g'ri edi, bu haqiqatan ham rangli bunday bulut to'sib turgan edi, tuman to'sib turgan edi, lekin bizdan so'rayotgan narsa nimaga olimlar qiziqyapti u narsaga degan savol edi. Olimlar o'tda to'sib turgani uchun qiziqayotgani yo'q-da, unchaki o'xshash elementlari borligi uchun qiziqdi. Va xuddi shunga o'xshash mantiq boshqa savollarda ham takrorlanadi. Shu narsaga diqqatliroq bo'ling. Va shoshilmasdan paragrafni to'liq o'qib, yozuvchi bilan birga bir, ya'ni qanaqadir bir connection qilgan holatda o'qib ishlaydigan bo'lsangiz, multiple choice savollari ham ancha osonlashadi va hammasiga osongina, tezdagina javob topib ketsangiz bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz shular. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. O'qiyotgan sinfdosh guruhdoshlar bo'ladigan bo'lsa, ularga ham bu videoni tashlab qo'ying va like bosing, ijodimizni qo'llab-quvvatlang. Siz uchun ham vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Inshaalloh oqlaydi degan umiddaman. Qo'ldan kelgan hamma narsani qildik. Demak, keyingi darslarda siz bilan ko'rishguncha aqulu qawli hadza astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.